Yuzingizga har xil kremlarni tonnalab surishni bas qiling. 40 yoshda ular baribir ishlamaydi. Ayollarimizda eng ko'p uchraydigan muammo 40 yoshdan keyin yuzni pastga osirishidir. Ayollarimiz jarrohlik yo'llari yoki gel quydirib yuzini ko'taraman deb o'ylaydi. Lekin shoshilmang. Kollagen ichish foydasizligini bilasiz. Bunga yechim Karisma. Dunyo miqyosidagi eng zo'r brend. Yuzni 18 yoshdek teringizni ichkaridan kollagenlaringizni stimulyatsiya qilib beradi. Dunyo miqyosidagi premium preparat. Tarkibidagi ingredient insonnikidek biosintez kollagendir. U yuzingizni shishirib, sun'iy qilib qo'ymaydi. U ichkaridan tortadi. Yuzingizni 18 yoshdek yaltiratib mayda ajinlaringizni tortadi. Siz qidirgan, ya'ni qimmatbaho portlashni beradi. Atigi bitta muolaja. Teringizga arzon tajribalar qilishni to'xtating va premium parvarish bering. Profilimga o'ting va direktga Karisma so'zini yozing. Men sizga batafsil ma'lumot yuboraman. Joylar sanoqli.